Mana bugun Instagramda 15 mingta bo'lganimiz munosabati bilan oshnam, jamoamizni tabriklash uchun Abdusha bir surpriz qildik. Ko'ringlar. Mana hozir telefon qilib, Rahima qilib chaqirib surpriz qilamiz. Oshna, tashqariga chiqingda, zalni oldiga bitta muammo bo'lib qoldi. Tezroq chiqing. Ha, tishni tezroq chiqing. Bo'ling. Tabriklaymiz. Do'stim, jamoa bilan 15 mingta bo'libmiz. Tabriklayman. Oshna. Puli bo'lsin. Rahmat. Birgalikda xudo xolasa. Bundan ham ko'plarni ko'raylik. Go'zal. Inshaalloh komanda oshna bilan bitta komanda bo'lib ishlayapmiz. Alloh nasib qilsin. 15 mingga erishdik. 150 ming, 1 million, 1,5 millionlarni ham birgalikda Xudo xolasa. mobil o'g'limizdan katta yordam beradi. Bitta komandamiz inshaalloh hali buyuk ishlar, zo'r kontentlar, foydali ma'lumotlar, o'zimizning sport yo'nalishida ham ozaman, semiraman deganlarga ham juda ham kerakli ma'lumotlar, yordamlar berib boramiz. Xudo xolasa kuzatib boringlar. Shu paytgacha kuzatib qo'llayotganlar hammanglarga rahmat. 15 mingta bo'lganini bildim, lekin surprizni bilmadim. Rahmat katta, joninglar sog' bo'lsin inshaalloh. Bundan ko'pini ko'raylik. Birga erishaylik. Billa inshaallohmiz. Rahmat hammanglarga.